Yaxshi yegan inson kasal bo'lmaydi. Ha-da, hozir ham shu endi ro'zada Mana bo'z bu tabiiy. ko'rsatmasdan yeyishga harakat qilyapman. Ikkita yeysanmi? 3 ta 4 ta yeyman. Lavashmi? Ha? Nech pulligidan? Средний. Pulini srednisidan deb bilaman. 30 mingligidan bir yeyishda 4 ta yeysanmi? Yeyman. Bля. Davay yeyishdan o'ynaymiz. Ay, yo'q, men yeyolmayman, 4 ta. Hmm. Men sen visom ikimiz visosin. Uyda bir o'zingmisan? Ha? Bitta o'zim. Nech xonali uying? Bitta. Bir xonasi spaniymi bu, nima bu? Shu spalniga o'tirish menga ma'qul. Kresloga hech qulayim topolmadim. Ro'zadan keyin boraman, xudo xolasa. Oo, solo. Ro'zadan keyin boraman, xudo xolasa. Nasib. Bitta viskichani olaman, hop, uyingga boraman. Ikkalamiz 50 viski uramiz. Efirda ham o'chirasan, nima kerak efir? Bayroqchi akang gaplarini eshitding. Bu qiz zeriksa ham ovqatlanadi voy. Aynan. Ovqatlanish. Qara. Men bu dunyoga bir ovqat yeb mazza qilamanda. Qolganda. To'pot qara. Mana misol uchun mana bunaqa vaziyatlar borda. Tong saharlikka hozir mana sen aytdingki, ko'kragim katta bo'lib ketyapti aka deb. Bir bakal sut sotsang bo'ladi. Buxoroning domiga chiqdi. Soat 3larda boshlamani hozir 1-2 soatda. Sut so'gasanda bakalga, mana bunaqa bakalchalar bor rumkaga. Bakalashkaga sutingdan chiqarib, maloka prishol, maloka deb sotsang normal bo'lib ketadi savdang.